Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men kommunal to'lovlar bo'yicha juda muhim masalani tushuntirib beraman. Kommunal to'lov bekor qilindi. Hukumat kommunal xizmat to'lovlarini bekor qildi. Endi svet, gaz, suv uchun pul to'lanmaydi degan gaplar tarqalmoqda. Bu xabarni eshitgan odam birinchi navbatda o'ylaydi. Demak, endi men to'lamasam ham bo'ladimi? Mana shu savolga aniq oddiy va huquqiy tomondan javob beramiz. Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Çünkü elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, issiq suv, isitish, chiqindi, ko'p qavatli uylar uchun xizmat haqi, bularning barchasi oilaviy byudjetga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki noto'g'ri tushuncha sababli qarzdorlik, penya tarmoqdan uzish yoki sudgacha boradigan holatlarga tushib qolish mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday muhim yangiliklarni oddiy tilda keraksiz, vahimasiz va aniq misollar bilan tushuntirib boraman. Avvalo eng muhim gapni aytaman. Kommunal to'lovlar bekor qilindi degan ibora ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi. Amalda hukumat yoki tegishli tashkilotlar ayrim hollarda qarzdorlikni undirish tartibini o'zgartirishi, penya hisoblashni vaqtincha to'xtatishi, ayrim toifadagi aholiga kompensatsiya yoki subsidiya berishi, eski qarzlarning bir qismini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Lekin bu har doim ham hamma odam endi kommunal xizmat uchun umuman pul to'lamaydi degani emas. Oldin qanday edi? Oldin ham hozir ham asosiy qo'ydi shunday. Siz elektr energiyasidan foydalansangiz, gaz ishlatsangiz, suv iste'mol qilsangiz, hisoblagich ko'rsatkichiga yoki belgilangan me'yorga ko'ra to'lov qilasiz. Xizmat bor ekan, uning narxi bor. Masalan, uyda chiroq yondi, muzlatgich ishladi, konditsioner ishladi. Demak, elektr energiyasi sarflandi. Oshxonada gaz plitasi ishladi. İstish qozoni ishladi, demak gaz sarflandi. Kranlardan suv oqdi, hojatxona, hammom, kir yuvish mashinasi ishladi, demak suv sarflandi. Bu oddiy iqtisodiy munosabat. Nima o'zgargan bo'lishi mumkin? O'zgarish odatda 3 yo'nalishda bo'ladi. Birinchisi, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun yordam. Ikkinchisi, qarzdorlikni undirishda yengillik yoki muddat berish. Uchinchisi, ayrim xizmat turlari bo'yicha noto'g'ri hisoblangan summalarni bekor qilish yoki qayta hisob-kitob qilish. Shuning uchun men har doim aytaman. Sarlavhaga qarab xulosa qilmang. Hujjatning mazmuniga qarang. Asosiy qiysin bir. Nima bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda? Oddiy fuqaroga eng kerakli savol. Men kommunal to'lovni to'lashni to'xtatsam bo'ladimi? Javob: rasmiy hujjatda sizning to'yfangiz, sizning manzilingiz, siz foydalanayotgan xizmat turi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, to'lovni to'xtatish xavfli. Chunki kommunal tizim avtomatik tarzda ishlaydi. Hisoblagich ko'rsatkichlari olinadi, qarzdorlik shakllanadi. Belgilangan muddatdan keyin ogohlantirish keladi. Keyin xizmat cheklanishi yoki uzilishi mumkin. Misol keltiraman. Toshkent shahrida yashaydigan bir oila o'yiga 2 eviz kilovat soat elektr energiyasi ishlatdi. 1 eviz kub metr gaz ishlatdi. Suv uchun esa 12 kub metr hisoblandi. Ular internetda kommunal to'lovlar bekor bo'ldi degan xabarni ko'rib 2 oy to'lamadi. Natijada 3-oyda shaxsiy hisobida katta qarzdorlik chiqdi. Ular axir bekor bo'ldi-ku deb idoraga bordi. Idora esa shunday deydi: sizga to'lov bekor qilingani haqida alohida asos yo'q. Siz umumiy iste'molchi sifatida qarzdorsiz. Mana shu yerda odam tushunadi. Xabarni noto'g'ri tushunish pulga tushadi. Endi boshqa misol. Qishloqda yashaydigan kam ta'minlangan oila bor. Ular ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan. Oilada nogironligi bo'lgan shaxs bor. Daromad past. Davlat yoki mahalliy organlar ma'lum davr uchun kompensatsiya belgilasa, ular kommunal to'lovning bir qismini o'z cho'ntagidan emas, davlat yordami hisobidan qoplashi mumkin. Lekin bu ham umuman to'lamayman degani emas. Ko'pincha subsidiya ma'lum limitgacha beriladi. Masalan, oyiga ma'lum miqdorgacha elektr yoki gaz uchun yordam bo'lishi mumkin. Limitdan ortiq sarflansa, ortiqcha qismi oila tomonidan to'lanadi. Kim xavotir olish kerak? Birinchidan, qarzdorligi borlar. Agar sizda oldingi oylardan qolgan qarz bo'lsa, bekor qilindi degan gapni eshitib, hujjatsiz xotirjam bo'lib qolmang. Qarzingiz haqiqatan ham bekor qilinganmi? Qayta hisoblanganmi yoki faqat penya to'xtatilganmi? Buni tekshiring. Qarzdorlikning o'zi bilan penya alohida narsa. Penya bekor bo'lsa, asosiy qarz qolishi mumkin. Sizning 200 ming so'm asosiy qarzingiz va 1 ming so'm penyangiz bor. Agar faqat penya bekor qilinsa, siz baribir 200 ming so'mni to'lashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchidan, hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri topshirilgan yo'q.
ki uzoq vaqt tekshirilmagan xonadonlar xavotir olishi kerak. Ba'zan odam hisoblagichga qaramaydi. Ko'rsatkich avtomatik yoki taxminiy yoziladi. Keyin bir kuni nazoratchi kelib real ko'rsatkichni kiritadi va birdan katta summa chiqadi. Odam hayron bo'ladi. Men bunchalik ishlatmaganman. Aslida esa bir necha oy yoki bir yil davomida farq yig'ilib kelgan bo'ladi. Shuning uchun kommunal masalada eng katta xatolardan biri hisoblagichni nazorat qilmaslik. Uchinchidan, ijarada yashayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ko'p hollarda ijarachi egasi to'laydi deb o'ylaydi. Uy egasi esa ijarachi ishlatdi. O'zi to'lasin deydi. Natijada qarzdorlik uy manzili yoki shaxsiy hisob raqamida yig'iladi. Agar kommunal to'lov bo'yicha qandaydir yengillik bo'lsa ham, kim foydalanuvchi, kim egasi, kim to'lovchi ekanini aniq bilish kerak. Shartnoma bo'lmasa mojaro chiqadi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz har oy to'lovni vaqtida qilib kelsangiz, hisoblagich ko'rsatkichlarini tekshirib borsangiz, shaxsiy kabinetingizda qarzdorlik chiqmayotgan bo'lsa, sizda katta muammo yo'q, lekin baribir yangilikni tekshirib qo'yish foydali. Chunki ba'zan qayta hisob-kitob natijasida siz ortiqcha to'lagan bo'lishingiz ham mumkin. Masalan, issiq suv kelmagan davr uchun sizdan to'lov olingan bo'lsa yoki isitish sifatsiz bo'lgan bo'lsa, dalillar asosida qayta hisob talab qilish mumkin. Yana bir real vaziyat. Ko'p qavatli uyda yashovchi fuqaro har oy isitish uchun to'laydi. Lekin qishda batareyalar deyarli iliq bo'lmagan, xonadagi harorat past bo'lgan, odamlar shikoyat qilmagan, dalolatnoma tuzdirilmagan. Keyin to'lovlar bekor bo'ldi degan gap chiqadi. Aslida bu odamlarning muammosi boshqa. Xizmat sifatsiz ko'rsatilganini vaqtida rasmiylashtirish kerak edi. Agar xizmat ko'rsatilmagan yoki sifatsiz bo'lgan bo'lsa, sizning huquqingiz bor. Lekin huquqni isbotlash uchun og'zaki gap yetmaydi, hujjat kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq, bekor qilindi degan gap nimaga tegishli ekanini ajratmaslik. Ba'zan yangilikda majburiy undirish vaqtincha to'xtatildi deyiladi. Bu to'lov bekor bo'ldi degani emas. Bu faqat ma'lum muddat davomida qattiq choralar qo'llanmasligi mumkin degani. Masalan, sudga berish kechiktiriladi, penya vaqtincha hisoblanmaydi yoki uzish jarayoni to'xtatiladi, ammo asosiy qarz saqlanib qoladi. Ikkinchi tuzoq, yengillik faqat ayrim toifalarga tegishli bo'lishi. Masalan, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, tabiiy ofatdan zarar ko'rgan hudud aholisi yoki davlat dasturiga kiritilgan ma'lum mahallalar. Agar siz ushbu toifaga kirmasangiz, umumiy sarlavha sizga tatbiq etilmasligi mumkin. Shuning uchun har doim kimlarga degan savolni bering. Uchinchi tuzoq, xizmat turi bo'yicha chalkashlik. Elektr uchun boshqa tartib, gaz uchun boshqa tartib, suv uchun boshqa tartib, chiqindi uchun boshqa tartib bo'lishi mumkin. Masalan, chiqindi to'lovi bo'yicha imtiyoz berilgan bo'lsa, bu gaz to'lovi ham bekor bo'ldi degani emas. Yoki issiqlik ta'minoti bo'yicha qayta hisob bo'lsa, elektr energiyasi qarzga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Kommunal xizmatlar bitta so'z bilan aytiladi. Lekin huquqiy jihatdan ular alohida xizmatlardir. 4-tuzoq, hisoblagichsiz xonadonlar. Hisoblagich bo'lmasa yoki ishlamasa sarf me'yor bo'yicha hisoblanadi. Me'yor bo'yicha hisoblash ko'pincha haqiqiy iste'moldan ko'proq chiqishi mumkin. Ayrim odamlar men kam ishlataman deydi, lekin hisoblagich bo'lmagani uchun buni isbotlay olmaydi. Shuning uchun eng kuchli himoya vositasi so'z, plombalangan, rasmiy ro'yxatga olingan hisoblagich. 5-nozik jihat, eski qarz va yangi to'lovni aralashtirish. Masalan, sizda oldindan 1 million so'm qarz bor. Keyingi oy 200 ming so'm to'ladingiz. Siz men joriy oyni to'ladim deb o'ylaysiz. Lekin tizim bu pulni eski qarzga yo'naltirishi mumkin. Natijada joriy oy yana qarzdor bo'lib ko'rinasiz. Bunday holatda shaxsiy hisob raqami bo'yicha batafsil ko'chirma olish kerak. Qaysi oyda qancha hisoblangan, qancha to'langan, qaysi summa qayerga yopilgan. 6-nozik jihat, noqonuniy ulanishlar va texnik buzilishlar. Agar elektr yoki gaz tarmog'iga noqonuniy ulanish aniqlansa, bu oddiy kommunal to'lov masalasi emas, balki alohida javobgarlik masalasi bo'lishi mumkin. To'lov bekor bo'ldi degan gap bunday holatlarga umuman yordam bermaydi. Aksincha, jarima, zarar undirish, hatto jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun hech qachon hisoblagichni chetlab o'tish, plombani buzish, tarmoqqa o'zboshimchalik bilan ulanish kabi ishlarni qilmang. 7-nozik jihat, rasmiy manba masalasi. Telegram kanallari, ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, tanish-bilish gaplari huquqiy asos bo'la olmaydi.
Huquqiy asos prezident farmoni, hukumat qarori, vazirlik yoki hokimlikning rasmiy hujjati, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning rasmiy e'lonidir. Agar siz idoraga borib Telegramda o'qidim desangiz, bu yetarli bo'lmaydi. Sizga hujjat raqami, sanasi, bandi kerak bo'ladi. 8-nozik jihat. Kompensatsiya pul shaklida emas, hisob-kitob shaklida bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar davlat kommunal to'lovni qoplasa, menga naqd pul beradi deb o'ylaydi. Amalda esa yordam to'g'ridan-to'g'ri shaxsiy hisob raqamiga o'tkazilishi yoki to'lov summasidan chegirib tashlanishi mumkin. Shuning uchun kartangizga pul tushmasa ham shaxsiy hisobingizda kamayish bo'lishi mumkin. 9-nozik jihat vaqt chegarasi. Yengillik doimiy bo'lmasligi mumkin. Masalan, faqat qish mavsumi uchun, faqat 3 oy uchun, faqat favqulodda holat davri uchun yoki faqat ma'lum sanagacha amal qilishi mumkin. Agar muddat tugaganidan keyin siz to'lamasangiz, yangi qarzdorlik paydo bo'ladi. Shu sababli sanalarni diqqat bilan tekshiring. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hisoblaringizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha alohida qarang. Mobil ilovalar, to'lov tizimlari, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sayti yoki abonent bo'limi orqali qarzdorlikni ko'ring. Faqat umumiy summaga qaramang, batafsil ko'chma so'rang. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichlarni yozib oling. Bugungi sanada elektr hisoblagichi nechani ko'rsatmoqda, gaz hisoblagichi nechani ko'rsatmoqda, suv hisoblagichi nechani ko'rsatmoqda, barchasini rasmga oling. Rasmda sana ko'rinmasa ham telefon galereyasida sana saqlanadi. Har oy bir kunda shu ishni qilsangiz, keyin kelishmovchilik bo'lsa dalilingiz bo'ladi. Uchinchi qadam, agar siz yengillik yoki subsidiya olishga haqli deb o'ylasangiz, mahallaga yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Odatda sizdan pasport yoki ID karta, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi, daromad to'g'risida ma'lumot, nogironlik bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, pensiya yoki nafaqa hujjatlari, kommunal xizmat bo'yicha shaxsiy hisob raqamlari so'ralishi mumkin. Hujjatlarni oldindan tayyorlasangiz, ishingiz tezlashadi. 4-qadam, agar sizdan noto'g'ri summa hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki janjal qilmang, yozma ariza bering. Arizada quyidagilar bo'lsin: familiya, ism, sharifingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, shaxsiy hisob raqamingiz, qaysi davr uchun e'tirozingiz borligi, nima sababdan qayta hisob talab qilayotganingiz, ilova qilinayotgan dalillar. Masalan, 2024 yil dekabr oyida issiq suv kelmagan, lekin to'lov hisoblangan, qayta hisob kitob qilib berishingizni so'rayman deb yozasiz. Arizani 2 nusxada bering. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydiring. 5-qadam, xizmat sifatsiz bo'lsa, dalolatnoma tuzdiring. Masalan, isitish ishlamasa, xonadagi harorat past bo'lsa, suv bosimi juda past bo'lsa, gaz bosimi yetarli bo'lmasa, faqat telefon orqali shikoyat qilib qo'ymang. Dispetcherga murojaat qiling. Murojaat raqamini yozib oling. Mutaxassis chaqiring, dalolatnoma talab qiling. Dalolatnoma bo'lmasa, keyin qayta hisob qilish qiyinlashadi. 6-qadam, qarzdorlik bo'lsa, uni inkor qilmasdan tarkibini aniqlang. Asosiy qarz qancha, penga qancha, qaysi davrga tegishli, qanday tarif bo'yicha hisoblangan, bularni biling. Agar birdan to'lashga imkoningiz bo'lmasa, bo'lib to'lash bo'yicha ariza berish mumkin. Ko'plab tashkilotlar fuqaro murojaatini ko'rib chiqadi. Ayniqsa odam qarzni tan olib, bosqichma-bosqich yopishni taklif qilsa. 7-qadam. Hech qachon hamma to'lamayapti, men ham to'lamayman. Tamoyil bilan yurmaying. Kommunal qarz shaxsiy hisobda yig'iladi. Qo'shningizga hech narsa bo'lmasligi mumkin, lekin sizga ogohlantirish kelishi mumkin. Har bir xonadonning holati alohida. 8-qadam, agar siz ijarada yashasangiz, uy egasi bilan yozma kelishuv qiling. Kommunal to'lovni kim to'laydi? Qaysi xizmatlar ijara ichida, qaysilari alohida? Hisoblagich ko'rsatkichlari kirishda qanday edi? Bularni yozib qo'ying. Bu oddiy qog'oz kelajakda katta mojaroni oldini oladi. 9-qadam, rasmiy yangiliklarni tekshiring. Hukumat portali, vazirliklar sahifalari, hokimlik e'lonlari, xizmat ko'rsatuvchi korxonalarning rasmiy kanallari, mana shu manbalarga qarang. Agar biror qaror chiqqan bo'lsa, uning to'liq matnini toping. Faqat sarlavha emas, kimlarga, qachondan, qaysi hududda, qaysi xizmatga, qanday tartibda amal qilishini o'qing. 10-qadam, agar idora sizning murojaatingizga javob bermasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi organlarga murojaat qiling. Murojaatda avval qayerga murojaat qilganingizni, qachon murojaat qilganingizni, javob olgan olmaganingizni yozing. Har bir hujjatning nusxasini saqlang.
Demak, hurmatli tomoshabinlar, kommunal to'lovlar bo'yicha tarqalayotgan bekor qilindi degan gapni juda ehtiyotkorlik bilan tushunish kerak. Agar rasmiy hujjatda hamma fuqarolar uchun barcha kommunal xizmatlar bo'yicha ma'lum muddatdan boshlab to'lov butunlay bekor qilinishi aniq yozilmagan bo'lsa, siz to'lovni o'zboshimchalik bilan to'xtatmasligingiz kerak. Ko'pincha gap to'lovning o'zi haqida emas, balki penya, subsidiya, kompensatsiya, qayta hisob-kitob, qarzni undirish tartibi yoki ayrim toifadagi aholiga beriladigan yengilik haqida bo'ladi. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Har bir kommunal xizmat bo'yicha shaxsiy hisobingizni tekshiring. Hisoblagich rasmlarini saqlang, qarzdorlik tarkibini biling. Imtiyozga haqli bo'lsangiz, hujjat to'plang. Noto'g'ri hisob bo'lsa yozma ariza bering. Shunda siz mish-mishlarga emas, hujjat va dalillarga tayangan bo'lasiz. Agar sizning hududingizda ham kommunal to'lov bekor bo'libdi degan gap tarqalgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi xizmat turi sizga qanday xabar kelgan? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki kommunal to'lov masalasida bitta noto'g'ri qaror oilaviy budjetga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.